Assalomu alaykum, Nabijon Nurmatov live kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarga kengizlar bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana shu mashinaning orqasidan boshlab inshaalloh bu yerda bir tazza o'tirayotgan haligi Racer oldin o'tiruvchi yo'q. Shu mashinalardan Opel Sedan 95-yil, 1 yillik dokumenti bor. Xullas inshaalloh asangiz barakatli bo'lsin. Birinchi joyda sarapini ikir-chikir haligidan chirigani yo'q. Oldi pokrishkalar 99%, motori kelayotgan bo'lsa 100% deyapti. Inshaalloh egasi masla jemaydi, sahatda ishlaydi. 37 ming somon yana muomalasi bo'ladi. Ekranda nomerlar, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Adresga kelayotgan bo'lsak, Jaloliddin Balxiy, yana Kolxozobod, Guliston 1-nasos Chot qishlog'ida. Bu yoqdan ham ko'ringizlar, inshaalloh endi maqtasak maqtag'iday deysiz, hammasi pulga yarashadigan. Bu mashinani kimdir olsa, javqma deyman. Ikki qora qozonni qaynatsa bo'ladi. Chunki odamlar tikomona urib bir oylani emas, 2 oylani bag'ayapti-da. Mehnat qilib taksi ursangiz, bundan ham hali benzin ekan, faqat bir taksi urib bir yoki bo'lmasam bir oylani xizmatini qiladi desangizlar bo'ladi. Chunki birinchi joyda daz chirigani, katta grupni haligilar yo'q-da. Qishaygan, singan, xullas ekranda nomerlar bo'ladi inshaalloh. Agar sizga nasib qilgan bo'lsa, telefon qilib bemalol savdo qilsangizlar, xudo yetkirgan bo'lsa, 37 ming somondan 35 mingga beraman. Mumkin 30 mingga beraman, mumkin 10 mingga beraman. Ya'ni bemalol kelishib olaverasizlar. Denlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.